bordim. O'qishim tugaguncha sizlarnikida yashab turaman deb meni xonam edi. O yo'q, Ovqat nimadir ishga. Assalomu alaykum, pocha yaxshimisiz? Bu meni xonam, qochinga nimanga nimadir olib ket. Opa, shunaqa rubashkangiz bor ekan. Aytmaysiz-a, singiz bor. Pochiniki bu. Ona qanday qilib? O'zi bitta xolayning qizi bor Maftuna. Ozgina uyingda turib turadi, ish topib, sharoitini yaxshilab, uy olib keyin chiqib ketadi. Yomani yaxshi ko'rmaysan. Hay. Ana xonaga. Bor, yot. Aytmaysiz-a, opa, bu meni joyim o'zi kichkina xona bu вообще-то. Men qayerda yotaman? Bilmasam. Koridorda. Xo'p, mayli. Ibi ona, shu ham o'qimasa kerak endi. Qizim, og'irlik qilayotgan bo'lsa ayt. Mushugimga o'zim qarayman. Mashallah jonim o'zimni. Qizim, senga zararimiz yetmaydi. Gaz plitachi ham olib keldik, ovqatchan qilib o'tiramiz. Iltimos sendan. Ketaylik. Oson ijaradigan joy bor. Tayyor remonti, mebeli, texnikalar bilan birga uyni ijaraga berishadi. Hammasi общий 3,5 million so'm. Qo'riqlanadigan territoriyasi, tozalash va remont servisi ham bor. Agar studentlar bo'ladigan bo'lsa, metrogacha tek avtobus qilib berishadi. O'sha yerga ketaylik, iltimos sendan. Bo'ldi, ketamiz. Opa, aytmaysizlar-mi shunaqa zo'r joylar borligini? Bizni kichkina xonaga qamab qo'yib, opa? Bo'ldi, ketamiz. Gurruxsor ona, dada, Fayzulla ketdik, mushuk. Biz ham osoy ijarada turamiz. Devonalarimiz, devonalarimiz, yondoshlikni anglaymagan devonalarimiz, sarsonalarimiz, devonalarimiz, bir qorindan tug'ilsak-da begonalar. Qizim, bir og'iz ham aytmabsan-a? O'ylamadingmi singlim xafa bo'ladi ham deb. Men qayerdan bilay, o'zi aytibdilar-ku, mana bilganim yo'q. Shunday o'rganib qoldim bularga. Labam qoldi uyimiz. Mana qara. Singling telefon qil. Bitta uy olib qo'ysin. Meni ham qarindoshlarim Toshkentga kelishayotgan ekan. Qarindoshlaringiz? Ha.